Original Larte dizayn BMW X6 X-Drive 40i avtomobilimizga kelgan. Bu original obves hisoblanadi. Bu obves puliga bitta mashinani ham olsanglar bo'ladi. Buni vidini qaranglar, derskiligini, sportivniy, juda ham aerodinamichniy. Avtomobil полностью obves qilingan. Xo'p, orqa tarafiga o'tsak, 4-stvolniy выхлопной sistema, mana Larte dizayn logotipi. Vertikalniy положениеda turibdi, выхлопной sistema, dushi ham juda ham приятный. Xullas, bu avtomobilimiz 2023-yil. Narxiga keladigan bo'lsak, $125,000. Mana bu reshotkalarning yonishini qaranglar, gap yo'q ekan. Hozir saloniga o'tamiz. Saloni ham juda ham bogat ishlangan. Xo'p, sidenyalar ломающийся hisoblanadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Podголовникlar ham bunaqa sinadi. Yo'llari ham regulirovka bo'ladi. Xullas, полностью karbon elementli ishlatilgan, 360 gradus kameralari bor, 4 ta sidenyalari isitadi, patolog Alcantara, Sky Lounge'lari ham mavjud. Ikkinchi qatoriga o'tamiz. 4 zonli klimat kontrol. Ko'rishingiz mumkin, orqa sidenyalarning sostoyaniyasi ideal holatda. Xullas, bu avtomobilimizni Avenue Motors avtosalonimizda $125,000 ga xarid qilib ketishingiz mumkin. Bilasizlar, hozir 5% to'lab, boshlang'ich to'lov bilan 3 yildan 5 yilgacha xarid qilib ketishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, hammaga xayr.